Go cleaningda faqatgina uy tozalash emas, balkim gilamlaringlarni, mebellaringlarni yuvdirmoqchi bo'lsanglar, bemalol shunaqa xizmatlari ham bor. Men agar bugun kechqurun ulgurishsa, bugun kechqurun kelishadi yoki ertaga xudo xolasa zaldagi mягкий mebellarimni yuvdiraman. O'shani ham ko'rsataman. Dog' bo'lib qopti. Ustidagi narsani olganimdan keyin baribir ustiga suv to'kilgandek ichga o'tgan mebellarim o'zim bunaqa sariq dog'li bo'lib qolgan. O'shani ham chiroyli qilib oppoq qilib yuvib ketishadi. Kelib chutdi joyida uyingizda yuvib ketishadi mebellaringizni. Gilamlaringizni ham bemalol yuldirsanglar bo'ladi. Ana shunaqa, shu xizmatlardan bemalol foydalansanglar, men sizlarga kapil zo'r qilib, chiroyli qilib, hammasini chiki-puki qilib berishadi. Men faqatgina shularni chaqiraman, 100% ishonaman. Nimagaki, esingizda bo'lsa, men tillam yo'qolib qolganida, o'sha tillamni bo'lmasa yo'qoldi deb anaqa qilsam ham bo'lardi. Pastdan topib berib, menga topshirib ketishgan. Shuning uchun bemalol ishonsanglar bo'ladi.